Bugun sizlar bilan yurak tomirlariga ozgina kapelnitsa qo'yamiz. Gaplarimiz kimgadir yoqmasa, xafa emasmiz. Asal bor joyda pashsha ham topiladi. Jasurlik bu hech narsadan qo'rqmaslik emas. Jasurlik bu qo'rquvlarga qaramasdan oldinga qarab intilishdir. Silagan qo'llarni qadriga yetmaganlar, tepilgan oyoqlarni o'pib yashaydilar. Qadrsiz qadr talab qadrdonlar. Nima gap? Hisob minusda. Haq gapni ayta olmas ekansiz, hech bo'lmasa botillarga qarsak chalmang, hisob minusda. Solihlar aytadi: "Menga bir harf o'rgatgan kishi meni qul qilib sotib yuborsa ham undan roziman" degan edilar. Haqiqiy ustozlarimizni qadrlaylik. Nimaga qattiq ko'ngil bergan bo'lsak, yo qo'ldan ketdi yoki ko'ngildan. Hisob minusda. Do'stim, harakatdan to'xtamaslik kerak. Agar joyda o'tirsa, sher ham ochidan o'ladi. Agar joyda o'tirsa, kiyik ham kimgadir yem bo'ladi. Qo'rqoqlik umrni uzaytirmaydi. Aksincha, jasorat esa umrni qisqartirmaydi. Shunday ekan, tobutni bersangiz ham povutni berib qo'ymang. Vallomati kelmaydimi? Alloh biz bilan bo'lsa, nimadan qo'rqaylik? Qalbimizni isloh qilsin. Salomat bo'ling.